Hurmatli muxlislar, xo'p, kulli isib qoldi mana tovuqxonamiz. Oldidagi salapanni endi ko'tarib qo'ydik. Chunki ichkarida уже havo dimlanib, tovuqlar dimlanib kasal bo'lib qolishi mumkin. Havo issiq bo'lgani uchun oldini ochib qo'ydik. Mana tovuqlar yaxshi, erkin yuribdi. Tuxumi stabilniy 10 ta, 12 ta. O'rta hisobda shu 11 talar qilyapti. 20 ta tovuq. O'zi bu xonaki tovuqlar kunora qiladi. Fabrikaniki endi ular har kuni ham qilishi mumkin. Shuning uchun xonaki tovuqlar kunora qilishi bu yaxshi rezultat hisoblanadi. Yemlari, suvlari joyida. Uyda svejiy po'choqlarni berib turibmiz. Mana hovliga ham chiqaryapmiz. Yaxshi yurishibdi. Taninglar sog' bo'lsin. Yaxshilikni ko'rishaylik.